Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rent Pro'ning bugungi obzorida montajli pistolet, akkumulyatorli varianti, запасной batareykalari bo'ladi. O'qi komplektda bo'ladi. Bundan tashqari gazli shirgani ham bor. Bu любой narsaga uradi. Temir, beton, g'ish, любой narsaga ishlatsanglar bo'ladi. Ishlash ham oson, mana bitta qo'lda ko'tarib, bemalol o'rtashsa bo'ladi. Hozir yana ishlash prosesida ko'rsatamiz. Mijozlarimiz hozir perforator bilan montajli pistolet qancha oralig'ida qaysi bir test tekshirishni test qilamiz. Perforator, mana endi montajli pistolet. Razницасini ko'ringlar o'zingiz. 1 2 3. Mana bu temir. Bu beton, bu temir. Bu temir, mana bu g'ishli davol. 1 2. Taxta. 1 2. Agar mixini almashtiraman desanglar, oson. Qo'ydinglar mana buni orqaga tortdinglar. Tiqdinglar. Birinchi bokovoy tiqasizlar, keyin shiq. Mana bu. Mana asfalt. Любой uradi. Bundan tashqari gazlisi ham bor. Dastavka xizmati bor. Rent Pro'da bundan tashqari 450 litrga yaqin оборудованияsi bor. Bemalol xizmatlar bo'lsa telefon qilinglar. Rent Pro 24/7 ishlaydi.